Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Sizlar bilan mana bugun yana uchrashtiribmiz. Sizlarda murojaatlaring bo'yicha navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Qanaqa masalalarning bo'lsa, bankka bog'liq bo'ladigan, bankka bog'liq yoki bo'lmasa qaysi sohaga bo'ladigan bo'lsa, yozib olib vakolat davramizda shu masalalarni ijobiy hal qilib, sizlarni faoliyatlarni kengaytirishga nima deydi, harakat qilyapmiz. Masalalarni nima qilib, ruxsat bersangiz, navbat bilan mahbubni boshlaymiz. Ayollardan boshlasak to'g'ri bo'ladi. Opa, siz bilan gaplashaveramiz. Familiyangiz nima? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tiring. O'tirib gaplashaveramiz. Qayerdansiz? G'ishman Mafayda. Tursunova? Tursun Mafadangizman. G'ishman Mafayda yashayman. Xizmat ko'rsatish qilmoqchiman. Magazinim bor o'zi yo'l bo'yida. Shu magazinni kengaytirish maqsadida 42 million olmoqchiman. Shuncha yordamlashsalaring degandim. Nima bor magazin? Xona ochmoqchiman. Yoniga kengaytirish maqsadida. Yana nima bor? Shu oziq-ovqat mahsulotlar sotaman o'sha yerda. Shu Yoz bo'lgani uchun marojnos. yoz bo'lgani uchun yo'l bo'yida-da. Yozada apparati bu narsa ham bormi yo'qmi bunun ichida? Bor, endi marojna apparati yo'q edi, shuni olmoqchi edim. Ishsiz kim bor uyda, nechta odam ishsiz hozir? Endi xo'jayinim ishsizlar. Sizga rasman nima o'zi uydan chiqqan shekilli-da, uyni ichidan bir chasni qilib qo'ygan ekansizlar shekilli. O'sha o'zimiz uyda ochganmiz. Rasmiylashtirasizda, endi dokumentlarni qilib. Yerda qilib ochmoqchimiz shuni. Ochib Xo'jayinim ikkovimiz ochmoqchimiz shu yerda, endi magazin qilib. Shunga olmoqchi edik 42 million. Nimani olasiz 42 million? Marojna apparati olaman. Mahsulotlar olaman. Xomashiyosini. Xomashiyosini olaman. Mayli Farangison, bo'lmasa biz nimaga gaplashganmizda, biz hokim yordamchisi, mahalla bankerimizdan gaplashganmiz, kredit shartlari bilan tanishgan bo'lsangiz kerak. Mayli 42 million bo'ladigan bo'lsa, bizni Agrobankka biriktirgan G'ishmon mahalla fuqarolar yig'ini ushbu mahallada demak mahalla loyihasi doirasida 50 milliongacha kafillik shartnomasini beramiz. Kafillaring bormi? Sababi 17 milliongacha bo'ladigan bo'lsa, sug'urta polisidan beramiz. Faoliyatni kengaytirgan biznesga birinchi qadam bizning ko'mak yo'nalishi bo'yicha mahalla loyihasi doirasida bo'ladigan bo'lsa, o'sha 50 million so'mgacha kafillik bilan qilaverasizlar. Buni nimani shartlari shundayki, 5 yil muddatga beriladi. 2 yil imtiyozli davri bor o'sha nimani loyihani kelib chiqish demasdan ishga tushish muddatdan kelib chiqib 1 yil 2 yil muddatga imtiyozli davrda foizini to'lab turasiz, undan keyin ta'min to'laysiz. Buni shartlari o'z-o'zini band qilish kerak, o'zini band qilish shart. Soliqdan o'sha bandlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib chiqib beriladi, pasportlarni bersa bu xolos ko'rishadi. Sababi ertacha ochadigan bo'lsa, kredit tarixi toza bo'lgan bo'lishi kerak. Deliyor sizlarga uchrashganmi, gaplashishganmi hozir? Ular berishdimi, dandalarda muammo yo'qmi? Avval kredit olganmisiz, olmaganmisiz? Yo'q, olmaganmisiz? So'ragan hamma hujjatlar berishdi. Androidni ijobiy xulosa oldik. Kafillik asosida 42 million 900 mingga ruxsatni olgan. Ruxsat olgan. Qancha ruxsat bo'ladigan boshqa kamchiliklar bormi hujjatlarda? Yo'q. Oylik to'lovlari maqsadli ishlatish kerak, boshqa yo'nalishga ishlatmaslik kerak. Shartlari bilan foizlarini, to'lovlarini qanday tushuntiringlar, sababi sizlar endi o'rtacha 1 million, 1,5 million to'lov bo'ladigan bo'lsa, 2,5 million, 3 million pul topishlaring kerak, to'g'rimi sizlar? Nechta odam band bo'ladi shunda hozir? Nechta farzandlar bor, nechta sizlar hozir? Endi ikkita o'g'lim, bitta qizim, ikki o'g'lim ham 7-sinf. Hozir kanikulda 3 kishi. Xo'jayinizchi? Xo'jayinim ishsizlar. 2 kishi band bo'lar ekansizlar. 2 kishi band bo'lamiz. Yaxshi bo'ldi, hujjatlaringizda ham muammo yo'q ekan, chunki kredit tarixi toza ekan. Nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha xudo xolasa to'liq hujjatlar ta'min qilganlaridan keyin 3 kun muddatda chiqarib beramiz. Bo'ldi masala yo'q, salomat bo'lsin. Sog' bo'ling. Boshqa masala yo'qmi? Yo'q.